ortiq aholiga kundalik oziq-ovqat mahsulotlarini Ramazoni Sharif oldidan bir hadya qilish tadbiriga yig'ildik. $35,000 مستفيد بأوزبكستان. أقدم الشكر لمركز وقف يتعاون مع المركز في تسهيل وتوزيع هذه السلال في جميع أنحاء أوزبكستان. Allah razı bo'lsin. Kim nima niyatda ehson qilgan bo'lsa, dargohida qabul qilsin. Baraka topsin, o'ylagan niyatligiga yetsin. Shunchalik xalq o'ylab shu narsalarni uyushtirishganiga katta rahmat. Shuncha Arabistondan bizani eslab, shuncha xalqqa bergani uchun ming rahmat. Musulmon davlatlari tinch bo'lsin. Ro'za ayyomlari hammamizga muborak bo'lsin. Bizdan bittamiz aytganlaridek, hammamiz bir oilamiz. Har doim shunaqa bir-birimizga mehr-oqibat ko'rsatishni